Ben Murat Rustamjon, mana shu jigar sirroz kasalligi bilan 2018-yildan beri davolanib kelardim. Yaqinda mana shu ehson tufayli Belkamax klinikasiga davolanishga kelib, bu yerda Dilorom va uning jamoalari bilan kurashib bu yerda davolandim. Hamda mana 2 oy davomida sog'lom, xudo xohlasa mana sog'lomman. Bu dardlarni ko'rmagandek bo'lib, ertaga xudo xohlasa mana O'zbekistonga, uyga qaytish niyatidaman. Sizlarga ham Belkamax klinikasiga kelib davolashlaringizni so'rayman. Hammasi joyida. Ichiydi. Tarjimon qizlar, bu qizlar bizni doktorlarga uchrashishimizda yordami tegadi. Doktor operatsiya bo'lgan holatlarimizda bizni holatlarimizdan, sharoitlarimizdan tekshirib turadi. Bu qizlarga men katta rahmat aytaman. Rahmat siz.